Vatandoshlar, O'zbekiston xalqi, yurtdoshlar, marhumning nomiga aytilayotgan so'zlar Koreya qonun qoidasida rioya qilmaydi. Bu inson marhumning ruxsatisiz, marhumning yigiti qonunan eri emas. Uning ruxsati qayerda ham berilmaydi. Marhumning uyiga militsiyalardan, sud ekspertiza qiluvchi insonlardan boshqa hech kim kirishga ruxsat tegilmagan, berilmagan. Marhuma o'lgandan keyin marhumani uyini egasi koreys ruxsat berishi mumkinmi marhumani uyiga kirishga? Ruxsat bermaydi. Birinchidan, Koreyada marhumani aytmayapman, shartnoma qilingan marhuma bo'ladi. Ammo uyning haqiqiy egasi mana bu 12 ta serialni ko'rsa, ana endi ular oldida sud oldida javob beradi. Birinchidan, hech kimga ruxsat tegmagan qonunan. Ikkinchidan, nima haqqi bor marhumani nomini qoralashga? Ichganini ko'rdimi? Ko'zi bilan, chekkanini qo'li bilan ushladimi? Shu o'zbek erkakimi? Akasiga, ukasiga ishonmasak, kimga ishonamiz? Marhumni e'tibor, marhumni bizni musulmonda o'tgan insonni Chaba. Samonim Miran Saram. Bizaga hujum o'tqizyapti. Mana bu yerda turinglar. Artistlik ketyapti. Ko'ryapsizlarmi san'atkori? Kelmay, biz kelmay. Siz oldingizga kelyapti. Kyongchal urib